videoda men sizlar bilan Mongo akalar bugungi videoda biz survival yashab qolishga harakat qilamiz. Akalar o'tkazib bergan survival emas. O'chib ketibdi afsuski. Bugun biz boshidan survival qilib, vahshiy ko'p vaqt yashab qolishga harakat qilamiz. Bu qismda men taxminan 30 kuncha yashab qolmoqchiman. Ja bo'lmasam ko'p yo kam yashab qolamiz. Hoppa. Bizga ovqat kerak akalar. Akalar, bu video uzun bo'lmasligi uchun kuchayib temir topganda videoni kerakli narsalar oldik. Men g'ordan olmos ham topdim. Men topgan narsalar akalar aytgancha men musurlar hammasini tashlab yubordim. Sizlarga Minecraft o'ynaydigan akalar, sizlarga ham musur umuman yoqmaydimi? Nihoyat temir, oyoq kiyim, ko'krak ham yasab olamiz hozir. Endi bu kerak emas akalar, tashlaveramiz buni. Yana akalar yana qancha qiynaldim, qancha sarguzashtlar bo'ldi. Uni ham aytib qo'yaman. Akalar, lekin men haligacha kravat topa olmadim. Eng yomoni shu bo'ldi. Ko'rsangiz bo'ladi, 18-kunda men va nihoyat qishloq topdim. Akalar, uzun sal qotyapti. Buni keyingi videolarda to'g'rilashga harakat qilamiz. Men choqlar akalar 18-kun degan zo'rg'a topdim. Endi qishloqda o'maramizmi yoki o'z mashqlarda boshqani qilamiz? Birinchi ovqatlarni uxlatishimiz kerak akalar. Akalar, mana qishloq yoqdimi? Odamga aylantirilgan yoki o'zini Minecraft qishloqlarida qolsinmi? Biz kelajakda bu yerga ko'p narsalar quramiz. Ouch. Men shoshilib o'ynamoqchi emasman akalar. Sekin-sekinlik bilan hammasini qilamiz. Hop, mana bu qishloq, mana bu yerda nimalar bor? Hoppa, yana bitta. Hoppa. Akalar, men qaror qildim. Mana shu yerda yashab qolmoqchiman. Akalar, mana shu yerda yashab qolay. Mana shu uyda yashab qolaman akalar men. Hoppa.
Oppa. Men o'zimga o'z kerakli narsalarni olib olaman akalar. Oppa. Hozir olmos bizga kerak, temir ham kerak. Ovqatni olib olamiz, buni bu yoqqa, bu yoqqa. Buni ham olib. Oppa. Akalar, bu uzr, bu modda o'zim ham yaxshi bilmayman unchalik. Shuning uchun uzr so'rab qolaman. Akalar, negadir meni bitgan yo'q qopti. Uzr so'rayman buning uchun. Oppa. Akalar, men bir 25-mi, 26-kungacha yoki undan ko'proq o'z konga tushib, ko'proq olmos va nimadirlar topishga harakat qilaman. Hammaga yana bir salom akalar. Men konda vashi ko'p vaqt qoldi. Mana 32-kun ham bo'lib ketdi. Men topgan lootlar bir stagu 16 ta olmos, vashi ko'p temir, oltin. Akalar, meni somonim 47 ta edi. Ana videodan keyin yana oldim. Ovqatim tugab qoldi, ishlatib tashladim. Crafting table ham bitta joyda qolib ketdi akalar. Hozir esa qornim och. Qanday tushsam bo'ladi deb o'tiribman. Hatto chelagim ham qolmagan. Akalar, chelagim ham olib kelmaganman. Chelak yasagandim. Oppa. Mana bundan olamiz akalar, lava ko'paytirishga. Voyde. Redstone. Akalar, ne yorq bo'lib ketdi desanglar, men night vision qo'yganman, shuning uchun redstone yorq bo'ldi. Oppa. Mana bu kerak emas. Redstone dot bu yoqqa qo'yamiz, buni ham bu yoqqa qo'yib. Hop. Endi akalar, shaxtadan chiqsak ham bo'ladi. Hop. Akalar, endi men mending tushirmoqchiman. Menga Fortune 3, mending va yana bir ikkita kitoblar kerak. Hop. Tepaga chiqqanda gaplashamiz. Hammaga yana bir salom akalar. Ko'rishingiz mumkin, biz nihoyat 47 kun yashadik. Men sizlarga mending tushiraman degandim akalar. Va biz bunga erishdik. Mana mending sotadi, 2-level qilish kerak faqat. Bu esa akalar Unbreaking 1, bu yoqda esa Protection 2 sotadi. Bunisi esa qoldi. Fortune 3 sotadi. Men bular hammasini saqlab qo'yganman. Biz 47 kun yashadik. Bugun 50 kun yashab qolishimiz kerak edi. Lekin nima qilsak bo'ladi? 49-kun men videoni yoqaman.
Va nihoyat 49-kun akalar, biz esa full set bo'lamiz. Hop, hop. Hop akalar. Bularda yechib tashlaymiz. Hozir mana va mana. Hoppa. Akalar, bugungi videoda biz full set bo'ldik olmos. Keyingi videoda nezerit bo'lishga ham harakat qilamiz. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.